bolalarni o'zi mazza qiladi kelib. Mana endi o'qish nimaligini tushunib yetdim deb o'zi ham aytyapti. Bizga kirgizmagan holda ham, kech bo'lsa ham, lekin darsni qildirib ketqishi. Assalomu alaykum. Biz Baxtiyor Rus akademiyasini tanlaganmiz. Bizga shart-sharoit juda yoqdi. Hamma aytibdi, o'qitish darajasi tizim yo'lga qo'yilgan. Ikkita farzandimiz keladi. Qizim 10-sinfda Baxtiyor Rus akademiyada, o'g'lim 7-sinfda. Mazza qilib kelishadi. Masofasi uzoqligi ham ularga bilinmaydi, chunki o'qituvchilarni yaxshi ko'rishadi. Hech qachon o'zimiz turg'izib maktabga bor demaganmiz. O'zlari borishadi, o'zlari yugurishadi, yaxshi ko'rib kelishadi. Bilim darajasi ham уже yuqori bo'lib ketayotganini o'zini tengdoshlariga nisbatan yaxshi his qilamiz, minnatdormiz. Baxtiyor Rus akademiya maktabiga ikkita farzandimni berganman o'qishga. Endi 3 oy bo'ldi. Shu orada juda ham katta o'zgarishlar bo'ldi. Ayniqsa o'g'limda matematikaga qiziqish juda ham katta uyg'ongan. Ko'p mavzularni o'zim tushunib, o'zim yecha oladigan bo'lganman deb bemalol ayta oladigan bo'lgan. Qizimga kelsak, shu paytgacha men deyarli hech qayerda o'qimagan ekanman. Mana endi o'qish nimaligini tushunib yetdim deb o'zi ham aytyapti. Farzandlarimda o'qishga bo'lgan muhabbat endi uyg'ondi deb bemalol ayta olaman. Assalomu alaykum. Mana bu Baxtiyor Rus akademiyasida men ikkita farzandim o'qiydi, Muhammad Sodiq hamda Rayyona. Men juda ham xursandman. Tanlovda adashganim yo'q. Farzandlarim o'ziga bo'lgan ishonchi oshgan. Mana xudo xolsa chet davlatlarda o'qish maqsadida va bunga ustozlarning yordam berishi menga juda ham yoqdi. Darsini qila olmagan bo'lsa, albatta olib, oxirigacha o'tkazib, bizga kirgizmagan holda ham, kech bo'lsa ham, lekin darsni qildirib ketqishi ham bu masalan yaxshi natijalarga ega bo'ladi. Barcha ustozlarga farzandlarimiz nomidan alohida rahmat deb qolamiz. Kamchiliklar bo'lsa uzr, xudo xolasa. Mana shu Baxtiyor Rus akademiyasi O'rta Osiyoda ham hamma joyda birinchi o'rin oladigan umiddamiz. Bu yerda o'qiyapman.